Hörmətli televizor körgüçülər, yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar? Bugün 2026 yılı 7 ayının 22 günü çarşamba. Dehqonlar kalendari boyunca 6 ayının 9 günü. Xəbərlərimizni görüşünlərdən qarşı alınız. Bugünkü xəbərlərimizdən mühim məzmunlar tövəndəkiçə. Chen Xiaojiang Xotan viloyatida tekshirib tadqiq qilganda Junxo millati o'rtaq gavdasi engli obrazliq, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikka turtki bo'ladigan qudratli kuchni mujassamlash kerak deb ta'kidladi. Erkin Tonyaz Abdunum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qilib açdı. Abdunum rayon asosiy ommaviy mulozimatdan umumiy manfaatdor bahrlanishga tez turtki bo'lib, har millat omasining turmush sifatini o'stirdi. Алдыңғы yarım yılda Şinjanның su məhsulatı bulturqı şu məzgildikidən 8,78% köpəydi. Beliqçilik məhsulat umumi qiymətinin 2 milyard 918 milyon yuanga yetganligi mo'ljallandı. Şinjan ko'p joy bilan birlashib, sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish, o'lkalar hamkorlik ittifoqi qurdi. Endi təfsili məzmunlarını ko'rsatamiz. Abdunum rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang 7 ayning 21 kuni Xotan viloyatida tekshirib tadqiq qildi. U monolarni ta'kidladi. Başshuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini obrazliq, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta sürüp, cemiyet muqimligi va abadiy aminlikka turtki bo'ladigan, jungocha zamonaviylashtirish qurilishini olg'a suradigan qudratli kuchni mujassamlash kerak. Koyinlon teg'i o'ttir bölügining shimoliy etiki Koyinlon madaniyati to'plangan muhim rayon. Bu joyda tutash ketgan tog' tizimlari, ko'kka taqashgan qarliq cho'qqilaba, hayvatlik ham intayin go'zal. Dengiz yuzidan o'ttircha egizligi 5000 metrdan oshadi. Chen Xiaojiang tog' bag'riga berib, bu yerning yer shakli manzarasini ko'rdi. Koyinlon madaniyatiga varislik qilish, madaniy sayohat boyligini echish xizmatining ilgirlash ahvolini egiladi. Asos qatlamdagi adabiyot san'at xizmatchilari bilan fikr almashtirdi. U monolarni ta'kidladi. Koyinlon Junxo millatining muhim madaniyat belgisi. Tadqiq qilish tushuntirishni kuchaytirib, uning tarixiy madaniyat ishki mazmunini cho'nqur qezib, Junxo millatining ko'p xillik bir gavdalashgan hikoyasini jonliq yaxshi so'zlab, har millat ommasini Junxo madaniyatini his qilishga, madaniyatning qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishga yetaklash. Ekologiya sayohatchiligini taraqqiy qildirish bilan ekologiya muhitni qo'g'dashning munosabatini yaxshi bartaraf qilib, madaniyat sayohatchiligining yuqori taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Chira nahiyasi Jangvar O'stan xotiri sarayida necha avlod chiralikning jafoga chidab kurash qilish, bir niyatda O'stan chepishdak eylik tiklash muzofisi namoyon qilingan. Chen Xiaojiang xotiri sarayi qurish, boshqurish, rolini joriy qildirish qatorliqlar to'g'risida ahvol tonishtirishni angladi. Munosabatli yo'ldoshlarni jonliq darslikdan yaxshi foydalanib, vatanparvarlik tarbiyasi, millatlar ittifoqligi tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirib, har millat kadrlar ommasini yetaklab, yangi safarda birlikda ittifoqlashib kurash qilish, o'rtaq yo'linib tang taraqqiy qilishga ilhomlantirdi. Chen Xiaojiang Chira nahiyasi Damiko Budda madaniyati xarobasida arxeologiyalik qizish ahvoli va madaniyat yodikorliklari ko'rgazmasini ko'rdi. Arxeologiya xizmati va tarix tadqiqotini kuchaytirib, natijalardan foydalanish va tarqitish, ko'rgazma qilish xizmatini ijodiy yaxshi ishlab, har millat kadrlar ommasini to'g'ri davlat qarshi, tarix qarshi, millat qarshi, madaniyat qarshi, din qarshi turg'izishga tarbiya orqali yetaklash kerak deb ta'kidladi. Chen Xiaojiang tekshirib tadqiq qilish davomida monolarni ta'kidladi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini umumyuzlik izchillashtirib va amaliylashtirib, Junxo millati o'rtaq gavdasi engining Xinjiangdagi har millat ommasining qalbida cho'nqur yildiz tortishiga turtki bo'lish. Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish xizmatini cho'nqur, puxta inchki ishlab, tarixiy madaniyatni qo'g'dash, uningga varislik qilish, uningdan foydalanishni kuchaytirib, a'lo sifatli madaniyat ta'minotini betib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan asosni puxtalash qurilishini cho'nqurlashtirib, davlat o'rtaq til yezigini umumlashtirish natijasini mustahkam va kengaytib, har millat ommasini bashni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirishga yetaklash. Har millat ommasining keng ko'lamda aralashishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surib, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni cho'nqurlashtirib, har millat ommasini birga yashab, birga o'rganadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, birga ishlab, birga ko'ngil ochadigan muhit, sharoitni kuchab, mukammallashtirib, madaniyat bilan sayohatchilikning cho'nqur yuqori taraqqiyotiga turtki bo'lib, millatlarning anarning donisidek zich uyushishini ilgari surish. Davlatimizda dinni jungochilashtirishni sistemli olg'a surib, Junxo munavvar an'anaviy madaniyati orqali oziqlantirishni kuchaytirib, din ishlarini idora qilishni qonunchilashtirish saviyasini o'stirib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklash kerak. Chen Xiaojiang tekshirib tadqiq qilish davomida Xotan viloyatining muqimlik taraqqiyotidagi turli xizmatlarining ahvolini egiladi. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'rniga qo'yib, terrorlikqa qarshi turish muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirini puxta inchga amaliylashtirib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanada mustahkamlash.
Diqqatni yillik iqtisodiy taraqqiyot nishon vazifasiga markazlashtirib, afzallik yoshurun kuchni sijil qo'zg'atib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot sifati unumini o'stirib, namratlikdan qutuldirish o'tkili hujum qilish natijalarini mustahkamlab kengaytib, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmoqini zo'raytib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, bexatar ishlab chiqarish va kalkundan mudofialanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish, ofatdan qutqilish xizmatini qilchi bo'shashmay ching tutib, mas'uliyatni qatlama-qatlam chingitib, yoshurun xavfni birma-bir tekshirish, jiddiy bir taraf qilish tadbirlarini amaliyleştirib, her millat amnisining hayati, mal-mulk bexatarligini qo'g'dash kerak deb ta'kidladi. Ilzat Ahmadjon Qadin Kabin tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Abdunum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 7 ayının 21 günü düştün burun Abdunum rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yaxınqı məzgildəki muhim sözünün ruhi ögünildi, izchillaşdırıldı. Abdunum rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışıga asasən keyinki yarım yıllık iqtisad xizmətini yaxşı işləş muhakimə qılındı. Abdunum rayonunun 2-ci növbətlik yer hödüm müddəti toşqandan keyin yana 30 yıl uzartı sınıqı xizmətini yaxşı işləş toğrısındakı yolğa qoyuş fikri. Şinjan Uyğur Abdunum rayonu zamanıvi universal qatnaş transport sistemasi taraqqiyotinin 15-5 yıllık yirik planı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonu tömür yol məxsus liniyası taraqqiyotinin 15-5 yıllık yirik planı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonu taş yol taraqqiyotinin 15-5 yıllık yirik planı qatarlıqlar qarab çıqılıb ma'qullandı. Yığında monolar ko'rsatildi. Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, Govian doimiy yig'inining ruhini amaliyleştirib, Abdunum rayoni iqtisodining yurishini o'rinlashtirish, tahlil qilish yig'inining o'rinlashtirma talabiga astoydil to'g'rilanib, siyosiy yuksaklikni o'stirib, xizmat tadbirini inchiklashtirib, xizmat tizimligi, mas'uliyat tizimligi, so'rik tizimligi shakllantirib, darajada tutish, qatlam amaliyleştirishni ishga oshirish, bexatarlik va sifatga kafolat qilish asosida chang tutib tez ishlab, sur'atni tezlatib, cho'ng turlarni oldin planlab, yoshurun xavf xatariga tadqiq qilib hukm chiqarib va uni tugatib, ishni yaxshi qilish, cho'qim vujudga chiqarishga haqiqiy kafolat qilish. Diqqatni nuqtaliq vazifalarga markazlashtirib, iqtisod xizmatini yaxshi ishlashni to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasida tekshirib o'tirib qo'yilgan masalalarni tuzitish bilan birlashtirib, yedaklash, yordam berish yo'lay salmoqini zo'raytib, bajarishga izlab haydakchilik qilishni kuchaytirib, turli vazifalarni puxta inchik amaliylashtirish, jazman amaliy unum yaratishga haqiqiy kafolat qilish kerak. Yig'inda Abdunum rayonining 2-ci navbatlik yer hödüm muddati toshqandan keyin yana 30 yil uzartish siniqi xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi yo'l qo'yish fikri qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Chaylar tarmoqlar partiya markaziy komiteti Govianning zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini cho'nqur izchillashtirib va amaliyleştirib, hödüm muddatini uzartish siniqi xizmatini faol, puxta, tartibli olg'a surib, siyosatni qattiq ijro qilib, siyosat tashviq qilish, tarbiyalash salmoqini zo'raytib, cho'ng jihatda muqim bo'lish, kichik jihatda tangshash prinsipini ching turib, yezi yer hodigarligi munosabatini muqimlashtirib va mukammallashtirib, yezi asosiy egilik boshqarish tizimini mustahkamlab va mukammallashtirib, hödüm muddatidan uzartishdan o'ngishli yo'l qo'yilishiga haqiqiy kafolat qilib, dehqonlarning kirimini oshirishni zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Yig'inda Şinjan Uyghur Abdunum rayoni zamonaviy universal qatnash transport sistemasi taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni temir yo'l maxsus liniyasi taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni tosh yo'l taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Partiya markaziy komiteti Şinjan belgilab bergan 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasini ko'zlab, Yepak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroliq rayon qatnash tuguni markazi va qatnash kuchlik rayoni qurilishini bir tutash yetakchi qilib, universal istiroliq qatnash to'ri barpo qilishni tezlatish, joylashtirilishi muvofiq, g'ol liniya bilan tarmoq liniya moslashgan, unum oldin o'ringa qo'yilgan, yeshil bexatar boshqurishi qiliblashgan temir yo'l maxsus liniyasi to'plash, tarqitish, toshish sistemasi barpo qilish. Taşyol ul əslasini torlashtirish, torni to'liqlashni yana kuchaytirib, davlat yuqori sur'atli taşyolining Şinjandagi bo'lagini tez bitirib, o'lka darajalik taşyol mulozimatining tiraklik iqtidorini oshirish, markaziy shahar qatnash to'rini sijil mukammallashtirib, shahar qatnashini idora qilishni aqllashhtirish, inchiklashtirishga turtki bo'lib, butun mamlakat bilan masqadamda sotsialistik zamonaviylashtirish asosiy jihatdan amalga oshirishda hal qilg'ush ilgarilashni qo'lga keltirishni asosiy kafolatga ega qilish kerak. Yig'inda boshqa ishlarmi muhokama qilindi. Abdunum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 7-ci ayının 20-ci günü 81-ci qatımlıq müdirlər yığın açdı. Yığında Abdunum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 30-cı yığınını 7-ci ayının 27-ci günündən 29-cu günügəcə Ürümçidə eçiş qarar qılındı. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığında Abdunum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 30-cı yığınının qaralma layihəsi qarab çıxıldı. Daimi komitetin 30-cı yığınında Abdunum rayonunun şəhər bazarlarını par bilan təminləş nizami, Abdunum rayonunun yuqori sur'atli taşyol nizami loyihasining tuzitilgan nusxasi,
Avtonom rayonluq xalq hökuməti qarab chiqishga sunğan Avtonom rayonning karizni qo'g'dash nizamining o'zgartirilgan loyihasi, Avtonom rayonning sayohat oilaviy mehmonxonalarni ilgari surish va boshqarish nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif hamda Avtonom rayonning geomuhitni qo'g'dash nizomi qatorliq 4 yerlik nizomni tuzish loyihasi to'g'risidagi taklif. Avtonom rayonluq xalq hökuməti sunğan Avtonom rayonning tabiiylikka qo'g'dilgan rayonni boshqarish nizomi qatorliq 2 yerlik nizomni bekor qilish taklifi. Avtonom rayonluq xalq qurultiyi doimiy komiteti mudirlar yig'ini qarab chiqishga sunğan Avtonom rayonluq xalq qurultiyi doimiy komitetining Soxu shaharlik 1-navbatlik xalq qurultiyiga munosabatlik masalalar to'g'risidagi qaror loyihasi hamda Aral shaharlik, Temingan shaharlik xalq qurultiyi vakillarining soni va doimiy komitet tarkibidagilarning sonini qayta bekitish to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif. Avtonom rayonluq xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komiteti qarab chiqishga sunğan Avtonom rayonning ko'cha ish boshqarmasi nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif qarab chiqiladi. Urumchi shaharlik, Qarmay shaharlik, Sanjuxuyzu avtonom oblastlik, Baynug'ulin Mo'g'ul avtonom oblastlik xalq qurultiyi doimiy komiteti tasdiqlashga va bekor qilishga sunğan munosabatlik nizomlar tekshiriladi. Avtonom rayonluq xalq hökumatining Avtonom rayonning xalq egiligi taraqqiyoti bilan ijtimoiy taraqqiyot planining 2026-yilning oldingi yarmidagi ijro ahvoli. Avtonom rayon xamjodining 2026-yilning oldingi yarmidagi ijro ahvoli. Avtonom rayonning 2025-yillik shu darajalik raschot loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Avtonom rayonning 2025-yillik shu darajalik raschot loyihasi tekshirib tasdiqlanadi. Avtonom rayonluq xalq hökumatining Avtonom rayonning 2025-yillik shu darajalik xamjodining ijrosi va boshqa moliya kirim chiqimini iqtisodiy taftish qilish xizmati to'g'risidagi doklati. Avtonom rayonning 2026-yillik shu darajalik xamjodini tangshash loyihasi dastlabki loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Avtonom rayonning 2026-yillik shu darajalik xamjodini tangshash loyihasi dastlabki loyihasi tekshirib tasdiqlanadi. Avtonom rayonluq xalq hökumatining 2025-yillik qumdan mudofialanish, qum tizginlash xizmati ahvoli to'g'risidagi doklati. Avtonom rayonluq 14-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari qarab chiqiladi. Yig'inda boshqa qarorlarmi qarab chiqildi. Avtonom rayonluq siyosiy kengash bugun oylik kengashi suhbat yig'ini ichib, madaniyat, sayohatchilik, yangi kasb faoliyati yetishtirish va marka yaratishni olg'a surish bosh temasini cho'rida hokimiyat ishlarini kengashdi. Avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda siyosiy kengash a'zosi, mutaxassis olim, asosiy qatam siyosiy kengashlarining vakili bo'lib 11 odam bosh temani cho'rida o'xshash bo'lmagan nuqtadan taklif berib, hokimiyat ishlariga yordamlashdi. Ko'pchilik kechilik iqtisod kasb faoliyatini farqli joylashtirish, manzil yo'li, qarmuz madaniyat, sayohat, yangi kasb faoliyati yetishtirish, madaniyat, sayohatchilikka nodir adabiyot, san'at asarlari orqali quvvat qo'shish, madaniyat sayohat markasi barpo qilish, chegaradan kirish sayohatining mulozimat subtini o'stirish, sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish o'zgacha kasbi barpo qilish, fan texnika bilan aloqa to'rini birlashtirish tafakkuri orqali raqamli madaniyat sayohatchilikni gullantirish, muzey sistemasi qurilishini olg'a surish, madaniyat sayohatchilik yangi kasb faoliyatining yangilik yaratish, ijod qilish, hayotlik uchun qo'zg'atish taklifi berdi. Nurlan Abilmajin munolarni ko'rsatdi. ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, Xi Jinping madaniyat ideyasi va boshuvchi Xi Jinpingning madaniyat bilan sayohatchilikning cho'nqur uyg'urma taraqqiyotiga turtki bo'lish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib asillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik asillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetini o'rinlashtirib talabiga asosan Junxo millati o'rtaq gavdasini mustahkamlash, Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zid cho'rdab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasini ko'zlab, siyosiy kengashning ixtisoslari to'plangan, aql parasat mujassamlangan, aloqasi keng bo'lishdek afzalligini to'liq joriy qildirib, Xinjiang madaniyat sayohatchiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishi kerak. Nurlan Abilmajin bularni ta'kidladi. Mas'uliyatni ado qilib, chora-tadbir ko'rsatishning yo'nalishi va muhim nuqtasini daligilab, kengashish natijasini unumli aylantirishga turtki bo'lish, madaniyat sayohat kasbining millatlar ittifoqligini ilgari surish rolini joriy qildirishga texim ahamiyat berib, texim ko'p nodir asar yoritish, madaniyat sayohat kasbini ishqorlashtirishni muqimlashtirish, madaniylik tarqitish, ittifoqlikni kuchaytirish, taraqqiyotni ilgari surish, xalq qalbini mujassamlashning muhim tutqusi qilib, iqtisodiy taraqqiyot bilan millatlar ittifoqligiga qo'shilishda quvvat qo'shadigan yaxshi hamturtkilik shakllantirishga kuch qo'shish, madaniyat bilan sayohatchilikning yuqorilishini cho'nqurlashtirib, kasb chegarasini kengaytirishga texim ahamiyat berib, yirik plan yetakchiligida ching turib, madaniyat sayohat nodir markasi va liniyasi barpo qilish, madaniyat sayohatchilik bilan hamma kasb bilan madaniyat sayohatchilik birlashgan yangi kasb faoliyatini zo'riqish bilan rivojlantirib, sog'lomlik bo'yicha kutinish, musobaqa, o'yin qo'yish, kino, televiziya qatorliq ko'p manbalik iste'mol bozorini bir kasb gullansa, hamma kasb jonlanadigan ko'paytuvchi ta'siriga tayinib jonlantirish, xalqaro madaniyat va sayohat almashtirishi hamkorligini cho'nqurlashtirishga texim ahamiyat berib, texim ko'p chet ellik sayohatchi jalb qilib, ularga Jungocha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotida qo'lga keltirilgan muvaffaqiyatlarni bevosita his qildirish kerak.
Qaysar Qayum yig'inga qatnashganlarning taklif fikrlariga javob qaytardi. Abdurrahim Rayonluq siyosiy kengash madaniyat, tarixiy materiallar va o'rganish komitetidagi munosabatlik mas'ul yo'ldosh tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Abdurrahim Rayonluq madaniyat sayohat nazorati, adabiyot san'atchilari birlashmasi, tantarbiya idorasi qatorliq tarmoqlar inkos qaytardi. Asosiy ommaviy mulozimatdan umumiy manfaatdor bahralanishga turtki bo'lib, har millat omasining turmush sifatini o'stirish temasidagi axborot e'lon qilish yig'ini bugun Urumchida o'tkazilib, Abdurrahim rayonining 14-5 yilda asosiy ommaviy mulozimatni qo'lga keltirgan puxta natijalari va 15-5 yil mazgilidagi xizmat fikr yo'li va nuqtaliq tadbirlari tafsiliy tanishtirildi. 14-5 yil mezgilida Avtonom rayon moliya chiqimining 76,8% xalq turmushiga ishlatilib, jami 2 trillion 250 milliard yuan chiqim qilinib, asosiy ommaviy mulozimatdagi kamchilikni to'liqlash puxtalig'i surilib, ommaviy mulozimatdagi yo'chuq, yetishilmaslik, keng qoplash ta'minotni a'lolashtirishga o'zgartirildi. 15-5 yilda ish qo'rinlashtirish, ma'rif, davolash, ijtimoiy kafolat, turalg'u, madaniyat, tantarbiya qatorliq sohalardagi selimi salmoqini yanada zo'raytib, asosiy ommaviy mulozimatning texnik umumiy manfaatdor, illiq, texnik tangpon erishadigan, texnik a'lo sifatlik, yuqori unumlik bo'lishini ilgari suramiz. O'tgan 5 yilda Avtonom rayon butun Şinjandagi yezlar va Janubiy Şinjandagi shaharlarda 3 yillik haqsiz yasli ma'rifini yo'lga qo'yish, shahardagi yaslilarda 1 yillik beqish tarbiyalash haqqini kechirim qilish siyosatini umumyuzlik amaliylashtirib, yasliga kirish nisbati, umumiy manfaatlar yasli bilan qoplash nisbati, hukumat boshqarishidagi yasli nisbati qatorliq oshqushliq ko'rsatkichlarda mamlakat bo'yicha muqim oldingi o'rinda turdi. A'lo sifatli to'liq o'tir maktab bilan qoplash ko'lami sijil kengaydi. Yaqinqi yillardan buyon Poskam nahiyalik 2-chi o'tir maktabning o'qitish aslihasi sijil mukammallashib, o'qitish sifati muqim o'sib, Avtonom rayon bo'yicha tunji turkumdagi a'lo sifatli odatdagi to'liq o'tir maktab bo'lib qoldi. 2026 yilning oxirida majburiyat ma'rifi bosqichidagi sifatli maktab nisbatini 40% ga yetkazishga, 15-5 yilning oxirida 10 bola ichida oz deganda 8ning odatdagi to'liq o'tir maktabda o'qiy olishiga kafolat qilishga tirishimiz. 14-5 yil mezgilida Avtonom rayon 18 milliard 11 million yuan mablag' silib, asos qatlam davolash saqlash apparatlarining ul aslihasini o'zgartirish, uskunlarning darajasini o'stirish va mulozimat funksiyasini kengaytirishga ishlatdi. Har millat omasining sog'lomlik baxt saodati tarixdagi eng yaxshi saviyaga yetdi. 2025 yilning oxirida Avtonom rayonda kishilarning o'rtacha ko'zlama umri 77,3 yoshga uzardi. 2026 yilning oxirigacha jipsilashgan nahiya davolash o'rtaq gavdasi bilan to'liq qoplashni amalga oshirishga tirishimiz hamda nopasi 5 mingdan oshadigan yez bozorlarga o'tira oliy unvoni bor vrachlarni uzun mazgil turishga avatib, bolalar kasalliklari bo'limi, salomatlikni asliga keltirish bo'limi qatorliq ojiz bo'limlarni kuchaytiramiz. Şinjan o'zgacha suv, tuproq boyligiga raqamlik baxmichilik texnikasi yo'g'irib ko'p manbalik, o'zgacha suv mahsuloti kasb holatini sijil yetishtirib, baliqchilikning sifatini muqim o'stirib unumini oshirdi. Алдыңғы yarım yıldan Şinjanның su mahsuloti 81,400 tonna öp jörісida bo'lib, былтырғы şu mezgildagidan 8,78% ko'paydi. Baliqchilik mahsulot qiymatining 2 milliard 918 million yuanga yetganligi mo'ljallanadi. Bingtuanni o'z ichiga oladi. Turpan o'zim kashlik bozori nihoyat avatlashib ketdi. Karus suyida beqilgan salmon baliqi qo'rmisi sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Oldingi yarım yilda Şinjanның salmon baliqi mahsuloti 6200 tonnaga yetdi. Salmon baliqi Şinjanның o'zgacha sovuq baliqchiligidagi vakillik mahsulot. Eli, Turpan, Aqsu, Qizilsuv qatorliq 9 joyda beqiladi. Şinjan Ateş Makan Karus baliqchilik bazasi salmon baliqini pokiz, sovuq Karus suyida boqadi. O'lchamlik baliqchilik maydonidan 4 bor. Baxmichilik iqtidoriga to'liq yetgandan keyin yilda 1500 tonna baliq chiqadi. 100 ming darajalik pokiz pishiqlash sexi bor. Kuniga 10 tonna yangi to'ngiltilgan salmon baliqi tayyorlab, davlatimizning birinchi qatordagi shaharlardagi Talla bozor, So'ri saroy, Tirik, yangi suvjanliqlar bozoriga 48 soat ichida yetkazib bo'la oladi. Bu yil 1-oydan 6-oygacha Şinjanda tutilgan suvjanliqi 5500 tonnaga, beqilayotgani 75900 tonnaga yetdi. Joylar mavqani suv, tuproq boyligi ustunligiga qo'yib, o'zgacha suvjanliqlar baxmichiligini sharoitiga qarab taraqqiy qildirib, farqli baxmichilik andisisi shakllantirib, ko'p miqdorli tatliq suv baliqi baxmichilik yetakchi, dongliq a'lo sifatli o'zgacha suvjanliqlar yorqin nuqta qilingan, ko'p xil tur moslashtirilgan kasb sistemasi barpo qildi. Shexu shahri suvni tuzsizlashtirish orqali tozuq suv baxmichiligida bo'sish hosil qilib, 5 million Janubiy Amerika provinini ko'lchakda muvaffaqiyatli boqdi. Şinjan Koyilon baliqchilik fan texnikasi cheklik sharikli raqamlik boshqarish tizginlash sistemasi orqali okon baliqi, Lotsioperka baliqi, Daryo okon baliqi qatorliq tatliq suv baliqlarining yetilish davriyligini zo'r darajada qisqartib, 85% dan ko'proq suv tejidi. Navbatda korxona yillik nishon vazifaning 70% ni tamomladi. Kasb mahsulot qiymatidan qaraganda oldingi yarım yilda Şinjanda baliqchilik birinchi kasb qiymatining 1 milliard 828 million yuanga, suv mahsulotlarini pishiqlash ikkinchi kasb qiymatining 856 million yuanga, aloqador mulozimatchilik, ashyo obroti, istirohat baliqchilik sayohati qatorliq uchinchi kasb qiymatining 234 million yuanga yetganligi mo'ljallandi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kasbning mos taraqqiyoti mukammal baliqchilik kasb zanjiri shakllantirdi.
Liaoning өлкىلىك يېزىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ Tarbağatay شۆبىسى شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەر ئۆلكە دەرىجىلىك يېزىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۇنجى شۆبىسى. Bu akademiya 2019 yılı 3. ayda kurulgandan buyan Tarbağatayga mos keladigan yezgiliki yangi texnikasi, yangi sort kirgizib, umumlashtirish ko'lamini 10 ming moddan oshirib, kirimni jami 150 million yuan ko'paytdi. To'rbilji noyasi shahar atrofi yesi Chingchuan kentining yemaklik zamburug'i o'stirish bazasidagi mogo o'stirish aql parnikida qo'sh sporliq mogo zamburug' yiptisi o'sish mazgiliga kirdi. Bir haftadan keyin qirpiqcha hosil bo'ladi. 7 kundan 10 kungacha pishib yetilib yig'ib olish o'lchamiga yetadi. Bu Liaoning o'lkalik yezigilik fanlar akademiyasi Tarbağatay sho'basi kirgizgan yemaklik zamburug'i sorti. 3 yildan buyon bu akademiya parnikni 92 ga ko'paytdi. Kuniga 10 tonna mogo yig'ib olib Qozog'iston, Rossiyaga sotdi. Kent kollektiv iqtisodini zo'raytish bilan birga kent aholilarining o'z joyida yaqin atrofda ish qo'rilishib kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Liaoning o'lkalik yezigilik fanlar akademiyasi Tarbağatay sho'basini Liaoning o'lkalik yezigilik fanlar akademiyasi bilan Tarbağatay viloyatlik yezigilik fan tadqiqot o'rni birlikda qurgan. Qurilgan 7 yildan buyon Liaoning o'lkalik yezigilik fanlar akademiyasi 80 necha mutaxassisni Tarbağatay sho'basida ishlashga avatdi. Tarbağatay viloyati nutliq tavsiya qilgan Yoyanqung almasi ikki turkumda Şinjanga yordam bergan mutaxassislar qurg'oqchilikqa va sovuqqa chidamli 30 sort orasidan tanlab, qayta sinaq qilish orqali erishgan sort. Bu sort nihoyat tuvan temperaturaga chidamli, yetarli quyosh nuri va kecha bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng muhitda chiroyli tatliq meva berdi. Hozir Yoyanqung almasi organik mahsulot deb e'tirof qilindi. Umumlashtirilgan ko'lam 10 ming moddan eshib, tunji turkumdagi olma daraxtlari meva berdi. Bog'bonchilikni Tarbağatayning afzal o'zgacha kasbiga aylantirib, amini kirimini oshirish, besh fursatiga yiqilishni, shuning bilan birga ko'plab ish o'rinlashtirishni o'yladik. Liaoning o'lkalik yezigilik fanlar akademiyasi Tarbağatay sho'basi hozirga qadar sovuqqa chidamli mevalik daraxt, aslalik yezigiligiga mos keladigan meva ko'ktat sorti, yemaklik zamburug'i qatorliq 1100 xildan ortiq yangi sortni Tarbağatayga makonlashtirdi. 400 ming tubdan ortiq sortliq maysa ko'chat tarqatdi. 400 moddan oshadigan ulgi bazadan 7 ni qurdi. 130 necha yezigilik korxonasi, ulgilik kent bozoriga fan texnik mulozimat qildi. Dehqonlarni 2800 odam qatimdan ortiq tarbiyalab yetakladi. Abdulum rayonluq bozor nazorat qilish boshqurish idorasi 7 ayning 21 kuni hukumat, jamiyat, korxona hamkorlashib Şinjan afzal o'zgacha kasblarining yuqori sifatli taraqqiyotiga marka orqali quvvat qo'shish temasida odillashtirish faoliyati o'tkazib, Şinjancha sifat va jug'rofiyaviy belgi marka qimmatini cho'nqur qezib, a'lo sifatli yezigilik mahsulotlarining sifatliklarini yaxshi bahoda sotilmaslik masalasini hal qildi. Bu qadamliq faoliyatni Urumchi, Sanji, Turpan, Bayonğulun qatorliq joylarning bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari birlashib o'tkazdi. Avtonom rayonlik e'lonchilik jamiyati boshlamchi e'lonchilik korxonalarini Şinjancha sifat, jug'rofiyaviy belgilik tijorat asosiy gavrisi bilan jug'rofiyaviy belgini qo'g'dash, rayon ommaviy markasi yetishtirish, butun taratquda tashviq qilish qatorliq mazmunlarni cho'ridab, cho'nqur kengayishga tashkilladi. Naq maydonda Qo'g'in jug'rofiyaviy belgilik mahsuloti markasi orqali quvvat qo'shish hamkorlik kelishimi imzolandi. Jug'rofiyaviy belgiga erishgandan keyin setish miqdorimiz, tijorat kirimimiz bir qatlandi. Kelgusida o'lchamlashtirib, sifatni o'stirib, markamizni tonitib, butun taratquda tonishtirib, Şinjanning sarxil Qo'g'in markasini butun mamlakatdagi oliy bozorlarga kirgizamiz. Şinjanning suv, tuproq, yo'riqliq, issiqlik boyligi mol, o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik, bog'bonchilik, yenik sanoat mahsulotlarining turi mol, sifati yaxshi. Hozirgacha Şinjanda 82 korxona Şinjancha sifat e'tirofnomasiga, 783 korxona jug'rofiyaviy belgiga erishdi. Taraflar hamkorlashish, udillashish supsi barpo qilib, rayon ommaviy markasini taraqqiy qildirish, yetishtirishga turtki bo'lib, o'zgacha boylik afzalligini marka afzalligiga, kasb afzalligiga va iqtisodiy afzallikka aylantiramiz. Kuayshow elektronlik savdosi 2026 yillik Molosonlik Jongo Şinjan bekiti faoliyatining boshlanish marosimi va qo'sh yo'nalishlik tanlash faoliyati 7 ayning 21 kuni Urumchida o'tkazildi. Naq maydonda 130 necha tijoratchi va bevosita ko'rsatib setish qobili 100 torani fikr almashtirib, meva ko'ktat, kaliq qo'y go'shti, sut mahsulotlari qatorliq ko'p xil tur ichidan mahsulot tanladi. Faoliyat 8 ayning 3 kunigacha davomlashadi. Bu mezgilda manbasini qabullar surishtirish, torda bevosita ko'rsatib mal setish qatorliq yurishlik faoliyatlar o'tkaziladi. Hamda texnik ko'p amaliy supa boyligi hozirlanadi. Qisqasini orqali tavsiya qilib umumlashtirish, qabullar uzun mezgil torda bevosita ko'rsatib setish, ayirib setish qatorliq yordam berish yo'lash usullari orqali Şinjanning o'zgacha mahsulotlarini torda muqim setishga kuch qo'shiladi. Faoliyat o'tkazuvchi taraf yana Shunfeng tez yetkazish shirkati bilan birlashib, xos ashyo obroti kapolatini yo'lga qo'ydi. Kirasiz yetkazish, o'tir yo'lda oldin almashtirish, oldin yetkazish qatorliq mulozimatlarni qiladi. Faoliyatga qatnashib torda tonilish doiramiz kengaydi. Texnik ko'p tor qabili bilan tonishib, texnik ko'p hamkorlik fursatiga erishdik.
Yaşanğanda xushal yashash, yaşanğanlarning baxt saodatini kuchaytirish temasidagi sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish o'lkalar hamkorlik ittifoqi qurish kelishimini to'g'rida imzolash murosimi bugun Urumchida o'tkazildi. Shenjang Uyg'ur avtonom rayoni, Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintuani butun mamlakatdagi 20 o'lka avtonom rayon bevosita qaroqchilik shahri bilan birlashib, Bulut terminalida kelishim imzolash orqali sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish o'lkalar hamkorlik ittifoqi qurdi. Sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish kasbi taraqqiy qildirilib, boshqa joyda yashanganda kutinish mulozimatidan bahramand bo'lishdagi cheklama buzib tashlanib, uchurini ravonlashtirish, o'zaro sayohat javatish, afzallik orqali o'zaro to'liqlash ilgari surilib, yashanganlarning turmush sifati uzluksiz o'stiriladi. Yashanganlarning sog'lomlik bo'yicha kutinishi, yashanganlarga loyiqlashtirish jihatdagi masalalarga oid ko'ngil bo'lamiz. Safar jihati yer yuzi qatnashi, aerobinada maxsus yetaklash mulozimati qilamiz. Yuqori tovan xalqidagi kasb va korxonalar bilan faol hamkorlashib, yashanganlarning sog'lom safarga chiqishi, xushal-xuram sayohat qilishiga sharoit hozirlaymiz. Bu ittifoq qurilgandan keyin joylar sog'lomlik bo'yicha kutinish mulozimati uchurini ravonlashtirib, sifat mulozimat boyligini ham bakirlaydi. Pasil qushi shaklda yashanganda kutinish, sayohat qilib turish, salomatlikni asliga keltirish bo'yicha fizikalik davolanish, istirohat sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorliq ko'p xil turlar ta'minoti sijil baytilib, yashanganlarning sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish ta'siroti umumiyga yaxshilanadi. Sog'lomlik bo'yicha kutinish mulozimat boylik uchurini o'lka, avtonom rayon xalqi ravonlashtirish qatorligi bo'lib, mulozimatni tutashtirish va boylikdan hammaxirlanish orqali sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish mulozimat sistemasi barpo qilish va uni rivojlantirishga zo'r kuch bilan turtki bo'lib, yashanganda kutinish mulozimati boyligidan butun mamlakatda hammaxirlanishni amalga oshiramiz. Növbətdə Şinjan 7-ci ayının axırı 8-ci ayının 5-dən ibarət kəlkündən müdafiəlanışның açqışlıq məzgiliga kirdi. Yuqori temperatura davamlaşıb, qismən joylarda qattiq yağmur yağıb, kəlkün, qurğaqçılıq qatarlıq afətlər dəstələnib, xəvf-xətər qirəlişib, əhval murakkablaşdı. Abdulum rayonunun suçuluq tarmaqları köp qitim kengişib, hüküm qilib, məxsus haydakçılıq qilib, su ambarlarının yürüşüşünü başquruş, tizginləşni küçəytib, kəlkündən müdafiəlaniş, qurğaqçılıqqa taqabül turuş, afətdən müdafiəlaniş, bexəterlik tövən çekini bütün güç bilan saqladı. Urumchi shahri Davanchang rayonining Dungu yezisidagi Aqsu daryosini tuzash qurilish maydonida chaqliq ekskavator buzilgan to'sma bo'lagini tuzlab kengaytib remont qilyotdi. Qurilishchilar toshni to'r orqali muqimlashtirib, to'smani mustahkamlab, to'smaning to'lqiniga taqabul turish va yor elib ketishning oldini olish iqtidorini oshirdi. Daryo qinini chorlab tashrish salimqini oshirib, jiddiy ishlarga taqabul turish manevrini kuchaytirib, kalkun mazgilidan bexatar muqim o'tishga haqiqiy kafolat qilamiz. Meteorologiya suv rayi tarmoqlarining universal hukm qilishicha, butun Shinjongda qattiq yomg'ir bilan sijil yuqori temperaturaning xavf-xatari tang kuchayib, ko'p xil ofat dastalanib, ofatdan mudofialanish besimi yana oshdi degan. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati signalga inkas qaytarish mexanizmini amaliylashtirdi. Yoshirin xavfni tuzash udulliq tugutishga turtki bo'ldi. Kalkun eg'izi sayohat manzara rayoni qatorli xatarlik o'rinlarga chinqatilib, odamlarni ko'chirib, xatardan saqlanish loyihasini qattiq amaliylashtirdi. 7-ci ayının 13-cü günündən başlap 14 vilayət oblast şəhərdə kəlkündən müdafiəlaniş, qurğaqçılıqqa taqabül turuş, afət zeynini yenikiltiş boyunca məxsus haydakçılıqni umumyüzlük qanat yaydirdi. Qurğaqçılıqqa taqabül turuş bilan kəlkündən müdafiəlanishga teng ahamiyat berib, kəlkündən müdafiəlanishni ching tutish bilan birga qurğaqçılıqqa taqabül turush xizmatiga haqiqiy kafolat qilib, suv bexatarligi kafolati tovan chekini ching saqlaymiz. Türkiye asosiy iqlim taratqullari vakillari ömüge 7-ci ayının 12-ci günüdən 18-ci günügacha Urumchi, Qashqar ilida Jungo Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyot ritmini haqiqiy his qildi. Vakillar ömüge avtonom rayon qurilganligining 70 yillik bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasi zalida tushuntirishni astoydil anglab ko'rgazma buyumlarini ko'rdi. Jungo Kommunistik partiyasi bilan Jungo hukumati Shinjongni gullantirishga, taraqqiy qildirishga izchil ahamiyat berib, siyosat va mablag' orqali qo'llabdi. Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligi bo'lg'achqa Shinjong bugünkidek gullanib, muqim bo'ldi. Vakillar ömükining a'zolari Qashqar qadimiy shahrida aholi va tijoratchilar bilan qizg'in paranglashdi. Qadimiy shahar ko'chalarida xalq turmushidagi illiqlikni his qildi. Qashqar viloyatlik Jungi doktorxonasiga borib, Jungicha o'zgacha diagnoz qo'ydirib, davolanib sinab boqdi. Yangsar nahiyasida darvozliq o'yinidan huzurlandi. Jungo Shinjong erkin so'risanoq rayoni Qashqar bo'lak rayonining savdogar chaqirish mulozimat markazida chegara halqon savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, tashqi hamkorlik qatorliq nuqtali xizmatlarning qanot yaydirilish ahvolini tafsiliy ekladi. Bu yerda zamonaviy taraqqiyotning jush urib turgan hayoti kuchini ko'rdim. Jungo Shinjong boshdan oxir xalqni markaz qilishda chang turib, har millat ommasini xotirjam turmushga ega qildi. Vakillar ömükining a'zolari Eliqozoq avtonom oblastida G'ulji shahridagi Oltishuvar ko'chasi, Tekas nahiyasidagi Qarjon yayliqi, Mo'ng'ulkura Suluq yer baxtisi qatorliq joylarga borib, Shinjongning ekologiyani qo'g'dash bilan madaniyat sayohatchilikning yuqori taraqqiyotini bir tutash planlab olg'a surib, ekologiya va xalq turmushi jihatda qo'sh unum yaratganligini muayyanlashtirdi. Har bir joyning madaniyat o'zgachiligi borkan, an'anaviy madaniyatni qo'g'dash, uningga varislik qilish va uni jonlantirib foydalanishga ahamiyat berilibdi. Madaniyat boyligi iqtisodiy unumga aylantirilibdi. Bu o'rnak elishimizga, o'rganishimizga arziydi ekan.
Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.准东行，准能行。